$180,000 hozir sizlarga 2 etaj qurilgan korobka holida sotilayotgan bitta xonadonni ko'rsataman. Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Uchtepa tumani Oqmashit mahallasida bo'ladi. Mana aytayotgan xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Ushbu xonadonimiz 155 sotuvga qurilgan. Mana ko'chalarni ham ko'ryapsizlar, kattagina. Hozir sizlarga uy ichidan obzorini ko'rsatib beraman. Mana uyga kirganimizda o'ng qo'limizga sanuzel tushadi. O'ng qo'lda kirganda zal bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, kattagina patologlar 360. Okamizda qurilishga stroymateriallar ashyo yemagan ekanlar. Mana bu yerda kuxnya tushadi. Stroymaterial polniy qimmatlaridan, eng mощныйлaridan qo'ygan ekanlar. Mana bu yerda spalnya bo'ladi bu. Uyishni mumkin. Mana bitta podval, и bu yerda yana bitta sanuzel vanna. Hozir ikkinchi etajni ko'rsataman. Mana ikkinchi etajga chiqqanda chap qo'limizda mana bitta spalnya tushadi bu yerga. Mana bu yerda sirkulyatsiya uchun oyna ochiq qoldirishgan ekan. Mana bu yerda sanuzel vanna uchun joy bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Mana bu yerda yana bitta katta yana bitta xona bor. Tomlarni qaranglar, qanaqa yopishgan. Bu yerda yana bitta spalnya qilib qo'ysa bo'ladi, yana bitta xona. Mana bu yerda balkondan vid. Kimga shu xonadonimizni ma'qul kelsa, pastda barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.